18 bab. Davud yenidiki odamlarni bir joyga yig'ib, ular ustidan sarkartlar tayinladi. Ba'zilari 1000 lashkarga boshliq bo'lsa, ba'zilari 100 lashkarga boshliq bo'ldi. U odamlarning 3dan birini Yoabning qo'liga, 3dan birini Yoabning aksi Mazlum Ziruyaning o'g'li Abishayning qo'liga, qolgan 3dan birini Gatliq Ittayning qo'liga topshirib, ularni jangga otlantirdi. Davud ularga, "Men sizlar bilan billa jangga chiqaman" dedi. Odamlari uningga, "O'zlari jangga chiqsalar bo'lmaydi. Agar biz jangda qechishga to'g'ri kelib qolsak, dushmanlarimiz bizga parvo qilmaydi. Hatto bizning yerimiz jangda o'lsakmi, ularga baribir. O'zlari bizdakdan 10 mingga arziylar. Şuna eng yaxshisi o'zlari shaharda qilib, bizga yordamchi avatib turg'aylar" deyishdi. Podsho Davud ularga, "Sizlarcha qanday qilsam yaxshi bo'lsa, shunday qilay" dedi. Lashkarlar 100 kishilik va 1000 kishilik qo'shin bo'lib jangga otlanganda, podsho shahar darvozasining yenida turdi. Podsho Davud Yoab, Abishay va Ittayga, "Mening hurmatim uchun Absalom degan yigitga yaxshi muomala qilinglar" deb buyurdi. Podshohning Absalom to'g'riliq sarkarlarga buyurgan gapini lashkarlarning hammasi angladi. Shuning bilan Davudning odamlari Isroillar bilan jang qilish uchun dalaga chiqdi. Jang Efroim o'rmonligida bo'ldi. Davudning odamlari Isroillarni mag'lub qildi. U kuni cho'ng qirg'inchilik bo'lib, 20 ming kishi o'ldirildi. Jang butun atrofga yeyildi. Shu kuni o'rmondagi xatarlarda o'lganlarning soni jangda o'lganlarning sonidan ko'p bo'ldi. Absalom Davudning odamlariga duch kelib qoldi. U chaqda Absalom kechirga minib kechib ketayotdi. Kechir shoxlari nihoyatda quyuq o'sgan cho'ng bir pista tarixining ostidan o'tganda, Absalomning beshi daraxt shoxlarining orasiga kirib qoldi. Kechir chopqon peti ketevati. Absalom bo'lsa daraxtga isilib qoldi. Davudning odamlaridan biri uni ko'rib kelib, berib Yoabga, "Men Absalomning bir pista daraxining shoxlariga isilib qolganligini ko'rdim" dedi. Yoab xabar ilib kelgan odamga, "Uni ko'rgan bo'lsang, nemishqa shu yadilla o'tirvatmiding? Sana 10 kumush tangi bilan bir kamar inom qilgan bo'latdim" dedi. Elqi odam Yoabga mundaq dedi: "Manga hatto 1000 kumush tanga baslimu, podshohning o'g'liga qarshi qo'limni ko'tarmayman. Chunki biz hammamiz podshohning siliga va Abishay bilan Ittayga, mening hurmatim uchun Absalom degan yigitga yaxshi muomala qilinglar" deb buyurganligini anglaganmiz. Agar podshohga xiyonat qilib o'g'lini o'ltirsam, podshoh cho'qim kimning uni o'ltirganligini topidi. U chaqda silimi o'zlarini mendan chetga oladilar. Yoab javoban, "Sen bilan bu yerda vaqtimni o'tkazmay" dedi-da, qo'liga 3 dona nayzi ilib u yerga bordi. Absalom texi tirik holda pista daraxiga isilib turgan vaqtida Yoab kelib, uning yuragiga nayzilarni tiqib etdi. Ondan Yoabning 10 nafar qoral yaroq ko'targuvchisi Absalomni qorshib elib, uni urib o'ltirib etdi. Yoab jangni to'xtatish uchun burg'i chaldirdi. Odamlari Isroillarni qo'g'lashdan to'xtab, orqalariga qaytishdi. Ular Absalomning jasadini daraxtdan tushirib, o'rmondagi cho'ng bir o'rakka tashlab etdi va ustiga egiz qilib tosh dövlab qo'ydi. Absalomga agashgan Isroillarning hammasi o'z uylariga kechib ketishdi. Absalom hayot vaqtida nomimni davomlashtiradigan o'g'lim yo'q deb podsho jilg'isi degan yerda o'ziga atab bir tosh obida o'rnatib, uningga o'z nomini bergan edi. Bu tosh obida toki hozirgacha Absalom obidasi deb
atılıp kelmekte. Zadok'nun oğlu Ahimahaz Yoab'a icazet besiniz. Men tez berip padşahqa Perverdigar silini düşmanlarının koludun kutkuzdi dep hoş haber yetküzey dedi. Yok dedi Yoab. Padşahın oğlu öldü. Bugün sen haber elip barmaysan. Başka günü haber yetküzsen boludu. Lekin bugün emas. Şunundan keyin Yoab kuşladın birge sen berip kögellerini padşahqa etkin dedi. U adam Yoab'a tazim kıldı da yugurib ketdi. Lekin Zadok'ның oğlu Ahimaaz Yoab'a yana mayli nemi bosu bosun. Meningmi qushladim bo'lgan avu odam bilan billa berishimga ruxsat qilsiniz degan edi. Yoab, sen nemishqa boriman deb turib olasan? O'g'lim, sen xabar yetkizib mukofotga erisholmaysan dedi. Ahimaaz yana mayli nemi bo'lsa bo'lsin, yuguribla baray deb turib oldi. Bo'pti, bag'in dedi Yoab. Şunun bilen Ahimaaz Iyordan tüzlenlikini boylap yugurib, yerqi kuşladın boğan adamdın ötüp ketdi. Davud bu çağda şehirinin işkiriki ve taşkiriki dervazlarının o'ttirsida o'tiratdi. Közətçi sepilinin üstüge çıktı. U dervazının ögüsüde turup, etrafqa qarab bir adamның yalğız yugurib kelivatqanligini ködi ve padşahqa bu haqda tovlab xabar yetkizdi. Padşah, u yalğız bo'lsa, cho'qim yaxshi xabar yetkizgili kelayotgan odam dedi. U odam yaqinlab kelganda, ko'zatchi yana bir odamning yugurib kelayotganligini ko'rib, darvozanga qarab, "Qaranglar, yana bir odam yalğız yugurib kelyotidi" deb tovladi. U mu cho'qim yaxshi xabar yetkizgili kelayotgan odam dedi padşah. Meningcha oldida yugurib kelayotgan odamning yugurishi Zadok'ның oğlu Ahimaazning yugurishiga o'xshaydi ekan dedi ko'zatchi. U yaxshi odam, cho'qim yaxshi xabar elib kelyotidi dedi padşah. Ahimaaz padşahqa yuqori ovozda "Tinch aman bo'lg'ayla" deb tovladi. U yagi bosh qo'yib padşahqa ta'zim qilgandan keyin mundaq dedi. Padişah aliylariga qarshi isyon ko'targanlar ustidan g'alaba qilishlariga muyassar qilgan Parvardigor xudolariga hamdu sanolar bo'lg'ay. Yosh yigit Absalom omon esanmi deb so'radi padşah. Yoab qushlardan bo'lgan xizmatkorlarini va fikrni yo'lga solgan chog'da qalaymiqonchilik bo'lib ketib, nima ish bo'lganligini bilolmadim deb javob berdi Ahimaaz. Bo'pti amisa, bir chatni kutib tur, dedi padşah uningga. Ahimaaz bir chatga berib turdi. Shu orliqda yerqi qushlardan bo'lgan odam yetib keldi. Padşah aliylariga yaxshi xabar elib keldim. Bugün Parvardigor o'zlarini sizlarga qarshi isyon ko'targanlar qo'lidan qutqizdi, dedi u. Padişah uningdan yosh yigit Absalom tinch omonmi deb so'radi. Padişah aliylarining düşmanlarining, ya'ni o'zlariga qarshi chiqqanlarning taqdiri ashu yosh yigitning taqdiridek bo'lg'ay deb javob berdi qushlardan bo'lgan yilqi odam. Padişah hasrat ichida darvoza ustidagi baliqxonaga chiqib, qayg'urib, yig'lab ketdi. U baliqxonaga chiqqach, "O'g'lim Absalom, senin o'rningda men o'lsam bo'lmasmidi o'g'lim? Ah, jinim o'g'lim Absalom, o'g'lim Absalom" deb faryod qildi.